Asfaltning o'rtasiga bitta KAMAZ vaqti bor. Videoni o'ta go'zal qilib olyapman-da. Charchamayapsizmi? Voy, voy. Samarqand viloyati Ishtixon tumanida mahalla qaysi edi bu yerga? O'zbekqo'rg'on mahallasida Kattasoy qishlog'iga ketgan yangi asfalt qurilgan, 6 oy bo'lgan topshirilganiga aholi kelgan. Bu yerda KAMAZchi ham bor, kecha botib qolgan KAMAZchi. Bu kishi men qilmayman deyapti. Asfaltning qalinligi o'zi 5 sm, bundan ortiq emas. Misol uchun tarozi qo'yilishi kerak bo'lgan yo'l bu. 5 sm dan ortiqqa 8 tonnadan ziyod avtomobil kirish mumkin emas. Bu yo'lda hozir botib kirib ketgan. Bu yo'lga deyapti hozir biz javob bermaymiz deyapti. Aholi qaydan javob beradi? Aholi o'zi zo'rg'a OPM byudjetga pul yig'ib, OPM byudjetga yutib olgan ko'cha bo'lsa. Bu yerga qaraydigan mutasaddilar shu jumladan misol uchun hozir hamma ovora mana shu yo'lga. Bitta bu joy emas, misol uchun. Mana bu tomonlar ham ketgan. U tomonlarda ham 3-4 ta. Mana bu yo'l ketgan bo'lsa, necha kilometr bo'lsa, 5-6 kilometr bo'lsa, bu joyda 4 ta 5 ta joyda xuddi shu holat yuzaga kelgan. Shu holat bo'yicha men kecha video qo'ydim. Bugun meni qaytadan qo'yishga keldik mana. Shu yerda aholisi bilan hozir mahalla ko'mlarga ham telefon qilyapsiz. Mutasaddilar bo'lsa, kelib shu yerga amaliy yordam ko'rsatsin.